Shaharga keldim, chaqirtirildim, to'g'rirog'i chaqirishdi o'sha qidiruv bo'limidan. 4 kun oldin mashinamda video qo'yuvdim-ku. Hammanglar bilasizlar, juda ham ko'plab muhokamalar bo'lib ketdi. Temalar yopilib, orqasidan o'sha temani gapiradigan bir ikkita mayli, ularni qoldiraylik. Xullas, mana shu 4 kun ichida meni boshim rosa og'riyapti har xil muammolar bilan. O'sha kommentariyada to'xtovsiz nima bu? Puli ko'p bo'lsa o'ziga qoida buzadimi, unaqa bo'ladimi, bunaqa bo'ladimi deb rosa ko'plab kommentariy yozishgan ekan va u kommentariyalardan keyin o'sha militsiya UZB qaysidir Telegram kanallarga chiqib ketgandan keyin ichki ishlar chaqirdi, GAI xodimlari. Shtraf yozdi. Protokol tuzdi. Bunchalik yaxshi insonsizlar, kimdirlarga yomonlik qilsanglar, xursand bo'lasizlarmi? Shunchalik ham xursand bo'lasizlarmi? Mayli. Shtrafni ham to'laymiz, lekin balki shu shtrafni o'rniga sizlar to'xtovsiz yozmasanglar, kimgadir o'sha pul yaxshilik bo'lib borarmidi? O'zinglarni ehtiyot qilinglar.